بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها Yer qattiq silkinib, ichidagi jasadlar va xazinalarni chiqarsa, inson dahshatga tushib, yerga nima bo'ldi o'zi deb so'rab qolsa. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها O'sha kuni, qiyomat kuni yer o'z ustida qilingan barcha yaxshi yomon ishlarning xabarini beradi va buni unga Alloh taolo buyurganini aytadi. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم U kuni odamlar Alloh ularga o'zlari qilgan yaxshi yomon ishlarini ko'rsatish va amallariga yarasha jazo yo mukofot berishi uchun hisob maydonidan to'da bo'lib qaytadilar. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Kim zarracha, mayda qumursqa vaznicha yaxshilik qilsa, oxiratda uning savobini ko'radi. Kim zarracha yomonlik qilsa, oxiratda uning jazosini ko'radi.